Dasturimiz davom etadi. Aholini bir me'yorda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash maqsadida Hudud Gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan bir qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Viloyatda 167 mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchisi istiqomat qilsa, qurilayotgan yangi xonadonlar sabab ularning soni tobora oshmoqda. Bugun aynan mana shunday yangi suyultirilgan gaz iste'molchilari uchun yangi tizim yo'lga qo'yildi. Navbatdagi lavhada jarayon haqida batafsil ma'lumot beriladi. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 17-apreldagi qarori bilan turar joy xonadonlarini maishiy gaz ballonlari bilan ta'minlashda davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Unga ko'ra 2026-yil 1-iyundan boshlab jismoniy shaxslarni maishiy gaz ballonlari bilan ta'minlash xizmati yagona interaktiv davlat xizmatlari, ya'ni may.gov.uz portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladi. Vakolatli operator ariza kelib tushgan kuni ma'lumotlarni E-gaz dasturida shakllantiradi. Bir ish kunida so'rovnomada ko'rsatilgan ma'lumotlarni tekshiradi. 3 ish kunida ariza beruvchini maishiy gaz balloni bilan ta'minlash masalasi joyiga chiqib o'rganiladi. Bunda o'rganish yakunlari bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Dalolatnomada keltirilgan xulosa ijobiy bo'lgan taqdirda ariza beruvchi bilan maishiy gaz ballonini vaqtincha foydalanishga berish to'g'risida va suyultirilgan uglevodorod gazini yetkazib berish to'g'risidagi shartnomalar 2 nusxada rasmiylashtiriladi. Shartnomalar asosida ariza beruvchi Face ID tizimi orqali suyultirilgan uglevodorod gazini yetkazib berish uchun tegishli hisobvaraq bilan ta'minlanadi hamda unga bir dona maishiy gaz balloni 10 ish kunida bepul yetkazib beriladi. Ta'kidlab o'tamiz, maishiy gaz balloni tabiiy gaz bilan gazlashtirilmagan hududlarda yashovchi jismoniy shaxslarga beriladi. Gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan bu borada tegishli tartibda tushuntirishlar olib borilmoqda.